Bugun challenge'imizni 16-kuni. Videoni ko'rishdan avval oldingizga kofe olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki g'iybatlashgani yaxshi bir mavzu topib keldim qizlar. Bugungi videomiz sal uzoqroq bo'ladi endi qizlar. Kecha Instagramga kirib qarasam, bir go'zal obunachim menga bir nechta aksessuarlarning rasmini tashlab, shularni narxini hisoblab bering, sarpamga zakaz qilmoqchi edim deb yozibdilar. Xo'p, mayli deb umumiy summani hisoblab yozib yubordim. Keyin narxlari ma'qul bo'ldi shekilli, mayli opajon, zakazimni boshlayvering. Hamma zakaz bitgandan keyin pulini tashlab beraman deb yozdilar. Keyin ularga to'g'ri tushuntirishga harakat qildim. Kechirasiz, bizda zakazlar uchun oldindan 50% to'lov qilinadi. Birinchidan zakaz uchun ishonch bo'ladi. Ikkinchidan zakazingiz uchun mahsulotlar sotib olinadi deb yozdim. Shundan keyin kelgan SMS-ni ko'rib, o'zim ham hayron qoldim qizlar. Nima emish, mahsulotlarim o'zi sifatsiz ekanu, lekin juda ham katta baho qo'yib yuborayotgan ekanman. Kelinlar taqsa 10 kun taqadi, yana bir oyga qolmasdan qorayib ketadigan mahsulotlaringizga buncha qimmatbaho aytasiz deb yozib yuboribdi qizlar. Menimcha to'g'ri aytdilar qizlar. Rostdan ham qimmatbaho qo'yib yuboryapmanmikin? Axir sizlarga ko'rsatayotgan xrustallarim shunday yerimi qazib olsam chiqadi. Sizlarga ko'rsatayotgan patlarim bo'lsa, shundaqgina tovug'imdan yulib olingan qizlar. Tavba tavba, nima ham deymiz qizlar. Baribir 100 ta odamning ichidan bitta negativ chiqargan qizlar. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham negativmi, yaxshi xabarmi, albatta biz o'sishimizga yordam beradi qizlar. Bunaqa har xil gaplarga parvo qilmasdan ishimizni albatta davom ettiramiz. Bugungi mehnatimiz ham sizga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, like va komment kutib qolaman qizlar. Albatta bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang. Shunda bizni profilni yana ham rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Bugungi ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Albatta bizga podpisatsiya bo'lishni ham unutmang. Sözümüz söz olmasaydı, aldım baştan, geçmey olmaz bu göz kaştan.